Sardor. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Qizimga qancha qarzi bor? Yo'q, qarzi yo'q. Aldama, hammasini eshitdim. Qani, hisobla. Ha, o'g'lim. Dada, keling. Qalay, zo'rmi? Ha, zo'r. Kimga bu? Ishxonamiz xo'jayiniga. Texnikalarni ham zo'rdan oldim. Endi shunaqa tez-tez yo'qlab turmasa bo'lmaydi. Opang Dildoradan ham xabar olib turibsanmi? Opa nima kamchiligingiz bor deb so'rading. O'tgan oy aytdingiz-ku. 4 ta non ko'tarib, 10-15 minut gaplashib keldim. Endi kamchiligi bo'lsa eriq beradi-da. 4 ta non degin. Sen boshlig'ingga narsa tashishdan bo'shamaysan. Ishdan bo'shatib yubormasin deb paxta qo'yib yuribsan. Opangning 3 ta bolasi borligini. Eri musofirdaligi esingga kelmaydi, yana uyalmasdan. Bir oy oldin 4 ta non olib borganingni gapirasan. Endi boshliqqa tez-tez narsa olib borsam, lavozimim tezroq ko'tariladi, dada. Sen